Qarang, ajoyib chorpiyamizni xolasa qancha narxlayapmiz? To'g'risi hali men umuman hisoblab ham chiqqanim yo'q. Mana shu 10 kun davomida qilinyapti. Lekin tochni bilaman, juda ham qimmatga chiqadi, chunki mana sifatini o'zlaringiz ham ko'ryapsizlar. Bitgandan keyin Xudo xohlasa video qilib chiqarib tashlab beramiz. Obunachilarga tekinga berib yuboramizmi shuni? Mana shu chorpiyani tekinga, Ha, berib yuboramiz. Berib yuboramiz. gap bitta. Bitta, berib yuboramiz. Qanaqa shartlari bu? Xo'sh, shartlari juda ham oddiy. Birovga obuna bo'lishi kerak emas. Faqat o'zimda Instagramdagi kanalimga Abbos chiziqcha 1595 Instagramga, keyin YouTube'dagi Shuhrat Uylar kanaliga silkasini pastda qoldiramiz hali. Keyin Telegramdagi Ko'chma do'kon kanalimga obuna bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Keyin yana bunday qilamiz, rangini ham keling obunachilarimizni o'zi tanlasin. Qaysi rangi ham juda ham qimmatdan bo'ladi. Har bitta barglari, gullari отдельно qilib qo'lda kistishka bilan bo'yab chiqiladi. Rangni qaysi rangga ko'p ovoz berilsa, like bosilsa, ana shu rangga sepamiz. Keyin o'sha rang berish jarayonini ham отдельно video qilib tashlab beramiz. Qarang, hozir buni Xorazm yoki Vodiy tomonlardan yutib olsa qanday bo'ladi? To'g'ri. Bu joyni to'g'risi o'ylamabmiz. Chunki bizani O'zbekiston kuzatadi kanalimizni. Agarda Samarqandliklar yutib olsa, Samarqandning hamma tumaniga mana shuni yutib olsa, dastavkasi o'sha ichida tekin uyigacha olib borib beraman. Agar mana Surxondaryo uzoq viloyatlar bizga, keyin Qoraqalpoq, Xorazm, Vodiy, Toshkent agar u tomonlardan yutib oladigan bo'lsa, kartasiga $300 men tashlab beraman. To'g'risi o'zlaringiz tushunasizlar. Chorpiyamiz mana shu zinalari bilan почти 3 metrlik bo'lyapti. Buni yo'lda olib ketishni hech iloji bo'lmaydi. Shu uchun ham kartasiga men $300 tashlab beraman. Oyda oxiriga 30-chisloga mana shuni o'ynab yoramiz. G'olibni aniqlaymiz, xudo xolasa. Ungacha mana shu shartlarni bajarsa bo'ldi. Shartlarni tushundik. Xudo xolasa g'olibni qachon aniqlaymiz? Bugun 18-may bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, 30-may kuni g'olibni bir kishini tanlaymizda, e'lon qilib, xudo xohlasa yetkazib beramiz yoki bo'lmasa aytganimdek $300 pulni kartasiga tashlab beramiz. Keyin yana bir qizig'ini ham aytaman. Buni o'z egasiga topshirganimizdan keyin kachela deydimi, yana ko'p joyda arg'imchoq, katta 2 kishi yotadiganlik, spalnili, xuddi mana shunaqa shohona bitta kacheloni ham keyingi videoda ko'rsatamiz. Ichkarida yasayapman, uni ham o'z qo'llarim bilan. Mana shuni ham obunachilarga keyingi oyga o'ynab yoramiz, xudo xohlasa.